Bir tuyani bolasi bo'taloq ota tuyadan so'rabdi. Bizni nimaga oyog'imiz uzun, katta desa ota tuya biz 40 kunlab cho'llada yuramiz. Qiynalamiz, shuning uchun uzuq, baquvvat oyoqlar kerak. Unda nimaga o'rkachimiz bunaqa katta desa 40 kunlab cho'llada suvsiz yuramiz. Zaxira bo'ladi. Shuning uchun bizga shunaqa kuchli o'rkachlar kerak desa, tushundim shuni. Buni bizga nima keragi bor? Biz hayvonot bog'idanmiz u degan ekanda. Bolasi. Savol, hayvonot bog'idagi tuyalarga nima keragi bor shu o'rkach bilan uzun baquvvat oyoqlar? Bir kun o'sha zooparkdagi begemotni bolasi ham so'rabdi-da. Xo'sh, Dada, nega biz bunaqa semizmiz debdi. Keyin dadasi aytasizmi, aytmaysizmi? Cabeza y una vaina que lo apea.